Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Yuksalish MF 1861-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda maydoni 10 gektar yerga ertaki kartoshka urug'lari ekilgan. Yer maydonlari. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatda. Ekinlar yetishtirishga 90 kungacha davom etadi. Ekinni yetishtirish. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 66 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Xo'p, har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sotidan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Abdumalik dehqonchilik xizmati ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 22 tonna, jami 220 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.